Dunyoda har bir inson sizda omadingizda, baxtingizda, boyligingizda ko'rib, siz bilan birga quvonishi shart emas. Chunki deganda ular bu narsani istashmayapti. Balki ular sizni ko'ra olmayapti. Ularga sizda boyligingiz yoki bo'lmasa mamda qilib omadingiz chopgani va siz hamisha oldinga qarab yurganingiz qiziq emas. Chunki deganda ularda o'zining hayoti bor. Yoki ular sizni ko'ra olmayapti. Ularda ichida shunday insonlar bo'lishi mumkinki, siz umuman yer yuzidan yo'q bo'lib ketishingiz uchun, umuman boyliklaringiz yo'qolishi uchun, kambag'al bo'lib qolishingiz uchun har narsaga tayyor. Shuning uchun siz insonlarga qaraganingizda bilib kim qanaqa inson ekanligini ajratib va har kimga ham siringizni yo omadingizni yo boyligingizni ko'rsatib, maqtanib, ularga hamma narsani aytishingiz shart emas. Siz o'zingizga o'zingiz motivatsiya berishingiz kerak, olg'a yurishingiz kerak, o'zingizni oyoqqa turg'izishingiz kerak. Juda ham ko'pchilik aytadiki, bu duvoy jo'di qilyapti, o'ziga o'zi motivatsiya beryapti, o'ziga o'zi gapiryapti va o'ziga o'zi olg'a yurishni ko'rsatyapti. Yo'q, bu hech qanday duvoy jo'di emas. Siz o'zingizga o'zingiz motivatsiya beryapsiz. O'zingizni yiqilmasligingizga, o'zingizni sinmasligingizga, o'zingizga kuch beryapsiz. Hamma ham sizni hurmat qila olmaydi. Sizda insonlar iloji bo'lsa shu loyga tiqib, ustidan bosqalab o'tadigan insonlar ham hayotda uchraydi. Biz buning uchun nima qilishimiz kerak? Faqatgina o'zimizga ishonishimiz kerak. Faqatgina o'zimizga ishonib olg'a yursak bo'ldi. Biz odamlardan maslahat so'raymizmi yo odamlarni gapiga quloq solamizmi? Biz bu har bir eshitgan gapimizni ozgina analiz qilsak bo'lgani. Hamma haq o'zicha. Siz esa o'zingiz uchun haq bo'ling.